Hamma narsa birinchi o'rinda urug'ga bog'liq emas. 40 kunlik Makka o'sha 170 ga borib qoldi mana. Shuning uchun tezroq foydalanib qolishimiz kerak. Yana 5 kundan keyin kirib bo'lmaydi. Makkamiz sariq bo'ladigan bo'lsa, demak bizda xato kamchilik bor. Mana o'lyapti shu. Mana sarg'ayib o'lyapti. Nima qilish kerakligini biladi. O'sha ishni vaqtida qiladi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 22-may don variantiga ekkan Makkamizda u ikkinchi bosqich ishlov jarayonlari boshlandi. Assalomu alaykum Shokir aka. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Bizni kuzatayotgan aziz yurtdoshlar, bizni ko'rayotgan insonlar hammasi dehqonlar. Agar bizni videolarimiz, bizni ko'rsatib berayotgan ozgina tavsiyalarimiz insonlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, foydamiz ozgina bo'lsa ham tegayotgan bo'lsa, biz sizlardan xursandmiz. Qaydadir xato, kamchiliklar bo'lsa, sizlar ham yozib qo'yinglar. Insonchilik, har xil holat bo'ladi. Qaydadir bizda ham kamchilik bo'ladi, lekin qo'limizdan kelgancha biz nimani bilsak, sizlar bilan biz ulashamiz. Maqsadimiz shu. Mana bugun 22-may. Xudo xohlasa Makkamiz 40 kunlik bo'ldi mana. Ikkinchi jarayonda ishlovimizni boshladik. Zahar beryapmiz. Zahar berishda asosan endi to'rg'ildirarlik traktor ramaga tegib qoladiganligi uchun biz 3 g'ildirarlik bartovoy baland traktordan foydalanyapmiz. Baland. Shuning uchun 70 agatimiz, lekin 76 texnika sistema tushyapti shunga. Shuning uchun shundan foydalanyapmiz. Sharoiti bor odam foydalanaveradi. Endi qurt bilan vitaminga keladigan bo'lsak, Makkani rangini ko'ringlar. Men o'zi tabiatan rangim qoraroq, tabiatan. Lekin Makkani rangini holatini ko'ringlar endi. Agar Makka haqiqatda qora bo'lsa, ishlovlari joyida. Makkamiz sariq bo'ladigan bo'lsa, demak bizda xato kamchilik bor. Endi 40 kunlik Makkamiz mana shu holatimiz. Ikkinchi ishlov jarayonini birinchisi ozgina tabiatni injiqliklariga sababli biz 5 kun orqada kech qoldik. 35-kuni bunga asli chizil berishimiz kerak edi, zahar berishimiz kerak edi. Peshonamizda ozgina taqdirda yozilgan ish bor ekan, biz ikkita ishlov qila olmadik. 2 marta chizil, 1 marta dori solishimiz kerak edi, sola olmadik. Shu bilan qolib ketdi. Endi hatiyabi bunga zahardan foydalanib qolishimiz kerak. Chunki zaharimizni oldingi sevgan zaharimizni taxminan deylik 10-15 kun bo'lsa quvvat tugayapti. Shuning uchun tezroq foydalanib qolishimiz kerak. Yana 5 kundan keyin kirib bo'lmaydi. Hozir 40 kunlik Makkamiz, 5 kundan keyin 45-kuni oxirgi zaharini traktorda oxirgi dorisini solamiz. Traktor yerga ochari tegmaydi. Ko'tarib turib iloji yo'q shu variantdan foydalanamiz. Iloji yo'q. Makkamiz Alloh taolo bergan yomg'ir bilan, rahmat yomg'iri bilan Makkamiz avji kuchayib ketib qoldi. Biz o'ylagan darajadan tezroq rivojlanib ketib qoldi. Chunki 40 kunlik Makka o'sha 170 ga borib qoldi mana. 170 ga borib qoldi. 40 kunlik Makka. Endi nima savol bo'lsa, nima anaqa bo'lsa qo'ldan kelgancha javob beraveramiz. Savollar bo'lyapti. Oldingi videolarimizda bu qaysi firma, qaysi urug' haqida ma'lumot berganmiz. Yana uni ko'rmagan kimlardir qaysi firma, qaysi nav deyishyapti, shu haqida ham ma'lumot berib o'tgating boshqatdan. Bo'ldi. Xo'p, buni navini lekin videoda bor, lekin bundan bari bu jarayonda aytmayman buni. Nimaga aytmasligimda sababi hamma narsa birinchi o'rinda urug'ga bog'liq emas. Ya bo'lmasa yerga bog'liq emas. Ya bo'lmasa odamga bog'liq emas. Avvalambor taqdirotga bog'liq bu. Birinchi o'rinda Allohdan so'raladi, bismillah deb ishni boshlanadi. Shu bilan to'g'ri urug' tanlanadi birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda yerga qaraladi, uchinchi o'rinda dehqonning yuragi ozgina torroq, beli cho'nchagi baquvvatroq bo'ladi. Chunki hozirga kelib urug'lar, dorilar, hamma narsa rasxot bilan bo'lyapti. Shuning uchun hamma narsa bitta urug'ga bog'liq emas. Eslaringda bo'lsin. 3 ta narsa bir-biriga tizim o'z-o'zidan bog'liq. Urug' to'g'ri tanlanadi, yer sho'ri bo'lsa sho'rini yuviladi chiroyli qilib, bo'lmasa beriladi. 3-o'rinda dehqonning yuragi torroq, cho'nchagi baquvvatroq,
rasxodni ayamay qiladi. To'g'ri yo'l tanlandimi, unga rasxod qilinadi keraklicha. Qancha ko'tarsa, shuncha uriladi oxirigacha. Hozir birinchi qurtga qarshi yana zahar berilyapti. Endi qaysi o'g'it beramiz bundan keyin? Xo'p, birinchi o'g'it asosan fosforlik bilan berdik. Fosforlik bilan. Endi bunga asosan sulfat beramiz. Sulfat. 200 kg atrofida sulfat beramiz. 200 kg selitra beramiz. Sharoit bo'lsa 100 kgdan 150 kggacha kaliy beramiz. Endi buni o'zi masalan makkamiz 110 kun silos davri, 120 kun 25 kun pishish davri bo'lsa, fosforni davri uzoqroq. Quvvat olish sal vaqt o'tadi. Azotlar sirasiz ta'sir qiladi. Shuning uchun endi rasxod ko'paytirmaymiz, sulfatga o'tamiz. Azot davridan o'sha selitraga o'tamiz va kaliy beramiz ozgina. 500 kg mana shu holatimizga aralashib yuritib ketamiz. Xo'p, hurmatli bizni kuzatayotgan kuzatuvchilar, bizga bir daladan zakaz tushdi. Shuni ko'rib bering dedi. Shuning uchun shu dalaga keldik, ozgina vaqt ajratdim. U odam haqiqatda zahar sepgan ekan, lekin ta'sir qilmadi. Shuning uchun o'sha maslahat bergani keldik. Sizlarga bu hayotiy maktab bo'lishi kerak. Bayda bitta xatolikka yo'l qo'yilgan joyi dori to'g'ri tanlangan, hamma narsa to'g'ri bo'lgan. Lekin bitta noto'g'ri bo'lgan joyi sepiladigan texnika buni noto'g'ri sepib qo'ygan. Ya'ni aeroport deymiz, uzun strelalik biz foydalanayotgan apparat buni sepganda makkani bargi mana olib qolyapti suvni, ya'ni dorilar pastga berilmayapti. Shuning uchun bunga pushka narsa bor. Pushka sepadigan narsa bor o'zimda. Shunda makkani yonig'a urib beradi, yonig'a. Iminni o'tga qarab urib beradi. Shuning uchun o'tiga qarshi sepilayotganda aeroportda emas, pushkadan sepish kerak. Ya'ni pushka o'tni o'ziga uradi. Endi bayda ham ta'sir qilgan. Mana ularda ta'sir qilgan. Makka pastligida ta'sir qilgan. Mana o'lyapti shu. Mana sarg'ayib o'lyapti. Lekin mana endi ta'sir qilmayapti. Ham ta'sir qilyapti, ham ta'sir qilmayapti. Shuning uchun sepayotganda e'tiborliroq bo'linglar. Bo'ldi. Shuning uchun pushkada sepinglar, bo'ldi. Keyin o'tni davrini akamiz 5 kun o'tkazib qo'ygan. 5 kun o'tib ketib qolgan. Shuning uchun makka o't kuchaymay turganda, yoshligida 10 sm atrofida bo'lganda harakat qilinglar. Buni cho'zilmaydi ortiqcha. Shu endi mana bu holatda qanday yechim qilib bo'lish mumkin? Bu o't o'zi kuchayib bo'ldi endi buni. Shuning uchun buni 15 kun 20 kun oldin vaqtida tishlatib qolinganda muammo yo'q. Endi bu ertaga silosi bo'lganda ham bu narsa ma'lum miqdor chiritishi mumkin. Silosni chiritishi mumkin ma'lum. Xo'p, don variant oladigan bo'lsak, donimiz 50%, 60% sentrga pasaytirishi mumkin. Quvvatini olib tashlaydi berayotgan ozuqamiz. Shuning uchun ertaroq harakat qilinglar. Endi bu bitta dehqonda bo'lgan xatolik. Bu hayotiy maktab bo'lsin. Endi yana bitta uchastkaga chaqirilganmiz, o'sha uchastkaga boramiz, aydi ham xatosini kamini bitta ko'rib o'tib ketamiz. Shu dalani ko'rib berish uchun keldik. Shu makkamiz ham 40 kun yo'ji to'ldi. 1,5 kun farqi bo'lishi mumkin. Bayda endi bizni Makkaga qaraganda buni tanasi kam quvvatroq, bo'yi deyarli 1 metr pastroq. Bo'yi. Lekin urug' deyarli bir xil. Bu ham kak don variantga ham, silos variantga ham cho'radan qilib ekilgan. Tavsiya zakaz shunday bo'lgan, shunday tavsiya berganmiz. Endi nima uchun bu Makka biznikidaqa emas? Endi bayda bitta xatolikka yo'l qo'yilgan joyi bor. Biz urug' suvini berdik. Shu bilan ishlovga o'tib ketdik. Takror suv bermadik. 25 kun davrgacha, bo'lmasa 30 kungacha, ya 20 kungacha suv umuman yaqinlashtirmadik. Men sizlarga aytdim, videoda doim qo'yib boryapman. Makkani 55 kungacha suvni sezmas holatda qo'yamiz. Bu urug' suvidan keyin bir marta suv qo'yilgan holati mana shu. Suv ziyon qilgan bu narsaga. Suvni to'g'ri foydalanmasa, suv ziyon qiladi. Avvalambor dehqonchilik suvga bostirmaslik kerak, ikkinchi o'rinda suvsiz qo'yib qo'ymaslik kerak. Shu bayda xatolik suvni noto'g'ri qo'yib qo'yilgan. Keyin bitta ikkita so'rov bo'lyapti, biz namiga ekamiz, nima deyapti? Namiga eksang eng katta yuqori natija senda. Namiga ekib chiqarsang
dehqonchilik suv ezmaydi. O'ta chiroyli bo'ladi. Anaqa dehqonchilik bo'lmaydi. Shuning uchun namiga ekib, sraz ishlovga tushib ketib, 20-25 kunlik davrda suv qo'yilsa, so'ragan paytida bo'lakcha dehqonchilik bo'ladi. 20 kunlik makka mana shunday bo'lishi ham mumkin. Mana shu dehqonda ozgina xatolikka yo'l qo'yilgan joyi mana shu. Shokir aka, u ikkinchisiga qurtga qarshi dori berilyapti. Ikkinchisiga qaysi dorilardan ishlatyapsiz? Ili oldingi paftor bo'lyaptimi? O'sha haqida ham ozgina ma'lumot berib o'tgating. Xo'p, birinchi dozani biz yengilroq berdik. Dozani o'sha amalda ishonchli sinovdan o'tdi. Mana qurt yo'q. Mana 100% qurt yo'q. Endi bitta ikkita bo'ladi, ayda-bayda iloji yo'q. Lekin deyarli natija yaxshi mana. Qurt yo'q. Endi mana shu holatda ikkinchi holatga mana shu holat. 600 litr suvimiz 1 litr alfa-gard. Mana alfa-gard. Xo'p, birinchi jarayonda 2 pachka qo'shganmiz. 600 litr suvga, ikkinchi jarayonda 3 pachkaga o'tdik. Endi har ehtimolga qarshi vitamindan ham foydalanib qo'yapmiz. Mana vitaminimiz. Mana shu 3 ta narsa. Hurmatli kuzatuvchilar, ikkinchi qurtga qarshi zaharimizga ishlov jarayoniga ketgan mana assortiment. Xo'p, endi makkamiz 40 kunlik holati. 5 kundan keyin mana shu narsani takroran davom ettirib qo'yamiz. Chunki 5 kun sababiki keyin texnika kirgizolmaymiz. Shuning uchun oxirgi ishlovni o'zi 3-ishlovni 3-chisida berishimiz kerak zahar bilan. Unda kirib bo'lmay qoladi. Shuning uchun 3-ishlovni zaharini 2-ishlovda oxirida foydalanib qolamiz. Shu variantga o'tamiz. Iloji yo'q. Endi masalan dehqonlar qishlog'i, shahri desak, eng kuchligi olmosliklar bo'ladigan bo'lsa, olmosliklarda bitta narsa bor yutuq. Nima qilish kerakligini biladi, o'sha ishni vaqtida qiladi. Shu nima ish qilishligini biladi, o'sha ishni qachon qilishligini biladi, o'sha ishni qiladi. Shu bayda. Shuning uchun boshimizdan o'tayotgan narsa, eng ishonchli narsa hayotda, men ustam shunday degan. Qo'l bilan ushlab, ko'z bilan ko'rib, bosh bilan o'tkazilgan narsa ishonchli narsa. Shu effekt berdi bizga. Shuni biz paftor davom etkazyapmiz. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizlarga qo'ldan kelgancha maslahatni berishga harakat qilamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, aslida men boshlaganimda 1 gektar don varianti, 1 gektar silos variantini, rasxotini, ishlov jarayonlarini olib borgandim. Mana qo'shimcha ishlov jarayoni haqida ma'lumotlarni ham berib o'tketyapmiz. Xudo xolasa keyingi videolarimizda bu silos variantini ham, bu don variantini ham hisob kitobini o'sha davom ettirib aytib o'tketaman, yozib borayotganman. Mana don variantimiz, poliyamiz katta, ko'proqligi uchun asosan 1 gektarda hisoblayapman, oxirida chiqaveradi. Eko maydonimiz kattaligi uchun men to'lka 1 gektarini hisoblab yuribman. Bizni kuzatishda davom eting, obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa mana shu makkamiz pishib yetilguncha hamma jarayonni qo'ldan kelgancha YouTube kanalimizga joylab boramiz. Like da ayamanglar.